mana shu ko'rib turgan keyslarni hozirgi stil zamonaviy keysiga aylantiramiz. Bu klientimiz bizdan ancha oldin yig'dirib ketgandir. Ko'radigan bo'lsak, eskicha dizaynda yig'ilgan. Xudo xolasa buni zamonaviy stilga olib kelamiz. Undan oldin qo'yiladigan detallarni ko'rib chiqamiz. Kompyuterimizning xarakteristikasi yaxshi bo'lganligi uchun uni ko'proq tashqi ko'rinishiga e'tibor beradigan bo'ldik. Ko'radigan bo'lsak, Hankey'dan MVP Destiny keysini tanlaganmiz va Hankey'dan MVP K850 Gold sertifikatga ega blokpitani tanlaganmiz va albatta prosessori sovutib turish uchun bu ham Hankey'dan 360 suvli sovutish kullerini tanlaganmiz va qo'shimcha aksessuarlar 24 pin va 8 pinlar uchun alohida kabellar, ya'ni kabel management akkurat turish uchun va qo'shimcha kuller va qo'shimcha operativka Lexardan 3600 Hz. Bu ham passivetkali. Xudo xolasa ishni davom ettiramiz. Ungacha sizlar like qizatib turinglar. Mana shu oddiygina keysimizdan hozirgi zamonaviy ko'rinishga olib keldik. Ko'radigan bo'lsak, juda ham chiroyli va juda ham o'zgacha chiqqan. Aynan shu keysimizga naqd 10 ta kuller qo'yganmiz va mana shu pult orqali ranglarni bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, kompyuterimiz umuman qizib ketmaydi, muzdek bo'lib turadi. Agar sizga ham xuddi shunaqa kompyuterlar kerak bo'lsa, bemalol AVX ga murojaat qilsanglar bo'ladi.